Assalomu alaykum. Bugun kechqurun Abdushukur Eshboriyev oxirinchi konsertini Moskvada beryapti. 2025 hisobi deb. Shuna hammalaringizni metro To'pistonga bugun kechki soat 9 da boshlanadi Moskva vaqti bilan. Eng oxirgi konsertlar yaqini Moskvada. Xush kelibsiz Moskvaga. Men ketadi o'sha bundan buyon bu yoqda sezon boshlanadi. 26-chisidan kun Tojikistonda bo'lsa, Tojikistonda to'ylar bo'lsa, o'zingizni shaxsiy raqamingizni qo'yib qo'yamiz. Bizning shuncha xizmat. To'ylaringiz bo'lsa, murojaat qilsizlar, barib to'ylaringizni gullatib o'tkazib beradi. To'g'rimi, Zafarayni? To'g'ri. Nima deydi, mana Usmonjon aytib o'tdi gaplarni. Kelib bilasizlar, inshaalloh shu yerda biz xizmatda, Abdushukurjon ham xizmatda aytadi-ku, qo'shiqning jindilarini aytadi, o'zlaringiz bilasizlar. Kelib chayli bir dam olib ketasizlar, bugun kechga inshaalloh. Soat 9 da boshlanadi. Hammalarimiz kutib qolamiz. Nasib bo'lsa bugun kechki payt soat 9:00 da konsertimiz boshlanadi Navruz kafeda. Oxirgi konsertimiz. Hammalaringizni konsertimizga kutamiz. Bugun oxirgi konsert. Ertaga Tojikistonga yo'l olamiz. Agar Tojikistonda to'y marosimlar bo'lsa, bemalol nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Jonlaringiz omon bo'lsin. Men ham nasib qilsa ketaman. Siz ketasiz, mening ketish niyatim bor. Menga agar reklamalaringiz bo'lsa, chunki bular konsert, to'y ishlari bo'lsa, biz ishimiz reklamalaringiz bo'lsa, mana o'zimda ham WhatsAppni qo'yib qo'ydim. 24 soat WhatsApp yonib turadi. Murojaat qilsangiz, qo'limizdan kelsa borib reklama qilib beramiz, imkonimiz baricha. Tojikistonda bo'lsa ham shunday turib gapirib beraveramiz. Jonlaringiz omon bo'lsin. Videomizda shunday gurullatib bir tarqatib qo'yingizlar, bir faxrlandik. Jonlaringiz omon bo'lsin. Asli Tojikistonda ko'rishamiz degan umid qilamiz.